Voy jannatiy birodarim, arab alifbosini bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlaysizmi? Ko'rib turgan kitobinglar 6 ta kitobda bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, ya'ni Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgani. Kitobimiz shunaqangi boy, maza qilib mutolaa qilib, hayotingizni 180 gradusga o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Qaranglar, kitobimiz arabcha tajvid qoidalariga xos holatda, mos holatda yozilgan. Birinchisi, ikkinchisi QR kod orqali eshitish tizimiga ega. Uchinchisi, Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgani. To'rtinchisi, Qur'onimizning tafsiri, ya'ni o'zbekchasi bor. Beshinchisi, hadislar hamda oyatlardan jamlanmasi bor. Misol uchun oladigan bo'lsak, Burj surasi qachon nozil bo'lgan, qayerda nozil bo'lgan, necha oyatdan iborat to'liq holatda ko'rsatilgan. Undan tashqari 6-inchisi, Qur'onimizni muallim soni bor, boshlang'ich muallim soni. Bu degani siz arab alifbosini inshaalloh bismillah deb sekin-sekin o'rgansangiz bo'ladi. Kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Kitobimizni xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ma'assalama.